Barchaga salom do'stlarim, sizlar bilan Shoqa Minecraft. Qishloq sarguzashtlari filmining 3-qismini olyapman. Kiyimlarimni kiyib olay. Bugun videolar bilan ba'zim bor edi. Ba'zim qilmoqchi edik. Shuning uchun 4 qog'oz olmoqchi edim. Kechqurun ba'zimiz bo'ladi. 4 qo'yib turaman. O'tgan videoda sizlarda bo'lsa anavi jitilni uyimning tagida kimdir ishlayotganday bo'lgandi. Bugun kechqurun jitillar ba'zan qilamiz, ba'zan qilamiz. Bu ba'zan devordan. Buni hal qilamizmi? Shuning uchun kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ba'zan qilamiz jitillardan. Bir ma'nosi. Ovoz yig'inglar kommentariyada. Nasida ham bor. Короче, shaxtaga tushmaymiz bugun. Bugun endi fermerchiligimni qilaman. Ana bu do'stimnikini telefon chaqirib aytib qo'ygan edi. U ham biladi o'rtog'im. Do'stim biladi. Algoritmlari dabdala o'tganini. O'shaning uchun o'z ekanini. O'shaning uchun menga aytgan edi. Qishloqlar yo'q bo'lib qoldi to'ta. Mer bilan ana qo'shnim bilan mami ham ketibdi shaharga bir oylikka. Bizda hali bir hafta bor kelishiga. Bir hafta qoldi kelishiga. 3 haftayu 2 kun ketdi. 2 haftayu 2 kun. Yani bir haftadan keyin 30 kun bo'ladi. Hozir 22 kundan beri men bilan qo'shnim, ana o'rtog'im yo'q. O'rtog'imnikini tozalab oldim. Qo'shnimnikini ham qo'shnim aytdi. Qo'shnimnikini ham tozalayman. Kalit qolib ketibdi, tozalamay qo'yaveraman. Kaliti chunki eshigi yopiq. Mana ko'ryapsizlar, eshigi yopiq. Skeletni o'ldirishimiz kerak. O'ldi. O'ldi. Mana hayot tushmaymiz. Tashib qo'yamiz. Yo'q, buni agrootda o'stirsa bo'ladi. Bundan bunaqa tayyorlab. Shuning uchun bitta jitel agrootini o'stiramiz salgina. Jitelligi tayyor bo'lib qoldi. Ustasini bitta qo'yaveraman. O'zim agrootim. Qishloqni agrootini hamma bitta joyga yig'ib qo'yaman hammasini. Aniq tashlayveraman. Baribir mer mana qilar urug'larimdan oladi. Shuning uchun aniq tashlayman hammasini. Bittadan ortiq qoldi. O'zimdan ham to'g'ri chiqadi hozir. O'zimni agrotimdan somon chiqadi. Shuning uchun ishga olamiz. Ishlaymiz. Mer kelishiga ancha bor, qilmasam ham bo'laveradi. Mayli, endi qilib qo'yaverak. Qishloqlar bilan ba'zan qiladigan bo'ldim. Ertaga kechqurun buni ko'ramiz. Tozalab bo'lganimcha gapirmay turaman.
tozalab oldim. Endi bu yoqqa solib qo'yamiz. Bitta chiqadi dedim. 29 ta ekan. Qolgan sabziga kartoshkani yo'q qo'yamiz. Og'zini eshitib bo'lar ekan. Ikkita bargurov qoldi. Ikkitasini bu yoqqa qo'yib ketmadi. Endi abitga uxlayman. Yo'q, uxlamayman ekan. Hammam meram kravatini olib ketgan. Dam olib kelishga. Ana kravat yo'q. Qo'shnimni ham. Ana o'rtog'imni bombosh. Hech bolasi yo'q. Xo'jalarim hali ovoz eshityapti. Bu yerda qandaydir sir borga o'xshayapti. Shuning uchun mana o'zimda 1 yillik anvorlarim bo'lib pishgan mana somonlarim. Faqat somon bitta. Faqat somon. Hammasi sandiqda ham somon bor. Ana domga chiqib ko'ramiz. Bu yoqda stak-staklab somon, bu yoqda ham stak-staklab. Mana o'tgangi videoda ortib qo'yganlari. To'g'ri sandig'i yo'q edi. Bu mernikiga olib qo'ygan edim, merning uyiga. Shuning uchun merning uyidan olib keldim. Merning uyida ham bundan ko'proq mengidan. Shuning uchun merga yaxshi qaraydi mer. Men kirib ketish mumkin, shuning uchun ustini yopib qo'yar edim. Merga kelyapman. O'g'irga o'xshab qolaman. Jitellar chaqiraman, birga o'ynaymiz. Jitellar bittasi naryoqda. Bittasi emas, ko'prog'i. Почти hammasi. Qandaysan, Jitel? Ha, yaxshi, o'zi yaxshimisan? Yaxshi. O'zi yaxshimisan, axir? Yursanmi? Ana men o'rtog'im bor edi-yu, Hoshim. Ha. Men bilan shaharga ketdi. Sen qayerdan bilasan? To'xta, sen qayerdan bilasan? Hey. Menga aytib ketdi-ra. Ha, mayli bo'pti. 5 tasha. Qoch. Men o'ldirmadim. Ona ham qochyapti. Jitel qandaysan? Jitel. Oy, garangmi deyman. Tobetlar teshik cho'ta. Qishloqqa qaytish kerak. Kechqurun bo'lyapti. Hamlarim chaqishni boshlaydi hozir. Shuning uchun tezroq qishloqqa qaytish kerak. Kechqurun bo'lyapti. Uxlayman. Kechqurun bugun ba'zim bor jitellar bilan. Uni erta yig'lamiz. Ba'zimda erta yig'lamiz. Jitellar bilan. Hozir o'rtog'imda tagidagi ovozlarni tinchitamiz. Har holga yarasha fakel bitta olamiz. Ikkitasini ham o'g'irlaylik. Har holda nimadir bo'lib qolishi mumkin. Telefonimni ham olaman.
hammasini solib ketaman. Ana shu narsamni olib ketaman. Bilan bitta olsak, ikkita bilan bitta olamiz ekan. Qilich bo'lib qilsak, o'sha labatga kerak. Tagini kazlash uchun. Ichim ko'rmayapti, shekil ko'rib qoladi. Sekin kiramiz. Uy, yo'q bo'lar. Ye. Nahotki kim bo'lishi mumkin? Ovoz eshitilmayapti. Ikkita narvon bor ekan. Sekin tushamiz. Oya. Yetillar. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Bitta o'g'riga o'xshagan niqob kiygan odam keldida bizni shotga qamab ketdi. Kim qayerga ketdi? Bilmaymiz, qayergadir ketdi. Sizlarni qutqaraymi? Ha, qutqar. Yo'q, hozirchalik qutqarmay turaman. O'g'ri kelganda telefon qilasizlar. Keyin men qurollar, aslahalarim bor. Qilichim olib kelmayapman, boltam bilan. Bolta qilichimni olib kelib turib, keyin jang qilamiz mana shu yerda. Xo'pmi? Hop. Sen ehtiyot bo'l, men eshik qisib bo'ladi. Tezroq ketaman, aytib qo'ymanglar. Eshitmadi. Tezroq yo'q tashish kerak bo'ladi. Demak, 4ta nechta erishdi? Ular kommentariyaga tez yozib qoldiringlar. Tez takror o'tamiz. Nechtaligini jitellar. 4ta edi adashmasam. 4ta edi. 4ta jitelni qamab kesibdi. Ana endi melisiga beramiz. Sizlar bilan men Sho'xa Minecraft bo'ldim. Barchaga xayr. Sog' salomat bo'linglar.